Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Dennis Bakki: quvonch baxsh etadigan ish. Kelajak biznesi modeli. Tarjimon Gulnora Ibragimova. Sizning kompaniyangiz Yashasin shodonlik biznes modeliga asoslanib faoliyat ko'rsatishini va har bir rahbar maksimal tarzda quvonch baxsh etadigan ish muhitini yaratishga intilishini tasavvur qiling. Siz bunday kompaniya shiddatli raqobat sharoitida omon qolmaydi deb o'ylaysizmi? Ishdan zavq olish va o'yin-kulgu bilan vaqt o'tkazish iqtisodiy samaradorlik bilan mos kelmasligiga aminmisiz? Kelajak biznes modeli bo'yicha ishlaydigan jahon energetik giganti AES kelajak kompaniyasi asoschisi va sobiq prezidenti Dennis Bakki ushbu kitobida uni qanday qilib orzudagidek kompaniyaga aylantirilganini tushuntiradi. Bu kitobni o'qib bo'lgach, siz qanday qilib kompaniyada ishlashni qiziqarli, zavqli, mamnuniyat olib keluvchi va xodimlarni rivojlanishiga undovchi ish qilishni o'rganasiz. Shuningdek, nima uchun zamonaviy rahbar an'anaviy boshqaruv amaliyotidan voz kechishi kerak va bunday yondashuv kompaniyaga, xususan rahbarga qanday foyda keltirishi mumkinligini bilib olasiz.